Assalomu alaykum hammaga. Tulpor Energy'da bizda bugun ikkita UPS'imiz, bittasi Toshkentga, bittasi Surxondaryoga sotildi. Bunisi 2 kilovatli, bunisi 1,5 kilovatli. Bu UPS'larimiz to'liq modernizatsiya qilingan, ya'ni qo'shimcha zaryadni o'rnatilib, ichiga 15-20 yilga yetadigan akkumulyator o'rnatilgan. Xudo xolisa bu UPS'imiz har bittasi bitta televizor 4 ta lampochkani 4-5 soatdan yoqib beradi. Bitta lampochkani 15 soat yoqadi. Hozir mana ishlatib tekshirib ko'ramiz. Hozir egalariga ko'rsatgandim. Hozir mana ishga tushdi, xudo xolisa. Mana balgarkani ham ishlatib ko'rsatyapman. Davlat ozgina to'lqin bo'lib ketdi. Davlat svet kelganda avtomatiskiy davlat svetiga o'tadi. Svet o'chganida mana hozir svet o'chib yongani ham bilinmaydi. Zavodskoy avtomatlashtirilgan. Bu UPS'larimiz hozircha bular sotildi. Kimga yana kerak bo'lsa aloqaga chiqinglar. Qiziq bo'lsa do'stlaringizga jo'natib qo'ying. Kimga manfaatli bo'lsa, har bittasida 15-20 yilga yetadigan o'zini ichiga akkumulyator o'rnatilgan. Buni qulaylik tarafi yoniga mana geliviy kislotli akkumulyator qo'y yoki bo'lmasam bu yerga borib buni qidirish kerak emas. O'zi ichida u kislotli bilan gel akkumulyatordan 10 barobar kuchli bo'lgan ichiga akkumulyator o'rnatilgan. Kimga narxi qiziq bo'lsa, lichkaga yozinglar. Xudo xolisa chiroyli narxlarda qilib beramiz.